Quyosh atrofga zarur nurlarini sochishni boshladi. Halima Hayoning xonasiga taqillatib ichkariga kirdi. Hayo hali ham uxlab yotardi. Halima uning oldiga yaqinlashib, peshonasidan o'pdi va biror so'z demay mehr bilan boshini silab o'tirdi. Hayo ko'zlarini ochdi va uni bolaligidan buyon tarbiyalab kelgan mehribon enagasini ko'rib jilmaydi. Halima tabassum qildi. Xayrli tong, malikam. Yaxshi dam oldingizmi? Hayo qaddini tiklab, karavotning o'rtasiga chordona qo'rib o'tirdi va esnagan holda qo'llarini kerishtirgancha javob qaytardi. Ha, yaxshi. Halima Hayoning og'zini kafti bilan yopdi. Qiz bolaga bunaqa qilib esnash yarashmaydi. Hayo o'zini orqaga momiq yostig'iga tashlab, tantiqlanib dedi. Qiz bola qanaqa esnashi kerak ekan? Qorningiz ochmasmi? Kecha oqshom otangizga dasturxon ustida sherik bo'lmadingiz, dedi yuzidan tabassum arimagan Halima. Hayo xonasining shiftiga tikilgancha, bor yo'qligim otam uchun ahamiyatli deb o'ylamayman, dedi. Halima kiyim javonini ochish asnosida aksincha siqilgani yuzidan shundoqqina sezilib turgandi. Hatto arzimagan sabab tufayli oshpazga g'azabini sochdi. Hali ham ko'zini shiftdan uzmagan Hayo javob berdi. Har doimgidek sho'rvaga ko'p tuz solib yuborgandir-da. Javondagi liboslarni ko'zdan kechirayotgan Halima. Yo'q, onangizni dasturxondagi o'rnini tayyorlashni unutibdi. Gohida otamni tentakmi deb o'ylab qolaman. Javondan bejirim ko'ylakni olayotgan Halimaning yuzida ajablanish alomatlari balqib, norozi ohangda "Nega bunday deyapsiz?" deb so'radi. Hayo qaddini rostlab o'tirdi-da, yumshoq yostiqqa suyandi. Onam olamdan o'tganiga ko'p yil bo'ldi. Otam esa haligacha tamaddi payti dasturxonga onam uchun sevimli idish tovoqlarini qo'ydiradi. Bu jinnilik bo'lmay nima? Sevgi, dedi ko'ylakni karavot ustiga qo'yayotgan Halima. Hayo masxaraomuz ohangda kuldi. Sevgi? Ha, sevgi. Nega hayron bo'lasiz? Onangizni yaxshi ko'rmaysizmi? Hayo karavotdan tushib, ko'ylagi ilingan ilgichini oldi va uni ko'tarib, onamni qanday yaxshi ko'rayin? Hatto eslolmayman-ku, dedi. Halima mahzun ohangda. Lekin u sizni yaxshi ko'rardi. Yaxshi ko'rganda ham juda qattiq yaxshi ko'rardi, dedi. Hayo ko'ylakni Halimaga uzatdi. Bu ko'ylak yalangoyoq mahalladoshlarimizga kulcha tarqatish uchun to'g'ri kelmaydi. Bu yumush uchun judayam bashanglik qiladi. Halima ko'ylakni olgancha xavotirlanib, iltimos qilaman, xonim. Bunaqangi so'zlaringizni ishlatmang. Xo'jayin eshitib qolsalar, oqibati yaxshilik bilan tugamaydi, dedi. Hayo betoqat xo'rsindi. Xo'p, yaxshi, Halima. Faqat sen uchun shunday qilaman. Bo'lmasa, otam g'azabini senga to'kib sochishini yaxshi bilaman. Halima tabassum qilib, javondan boshqa ko'ylakni oldi. So'ngra uni Hayoga uzatdi. Bunisiga nima deysiz? O'zing nima deb o'ylaysan? Bu ko'ylaklar kulcha tarqatish uchun emas, balki tantanavor yig'inlar uchun mos. Halima boshini egib, uzr so'rayman, xonim. Men sizni go'zal bo'ling degandim. Hayo ulkan ko'zguning tagidagi tortmalardan birini ochdi. Cho'milib chiqqanimga qadar mana shu ko'ylaklardan birini tanlab tur. Lekin siz bu ko'ylaklarni eskirib qolganini va endi ular sizga yoqmayotganini, shuning uchun ularni tashlab yuborishim kerakligini aytgan edingiz. Hayo xonasidan chiqa turib, lekin mahalla ahli uchun bular eng so'nggi qiyqiriq urfdagi kiyimlarda.
Kichik xonim qimmatbaho hashamatli marmardan ishlangan shaxsiy yuvinish xonasida cho'milib bo'lgach, Halima tanlagan ko'ylakni kiyib pastki qavatga tushdi. Mehribon enagasi ham uning ortidan ergashdi. Hayo qarasa, otasi eshik oldida kutib turgan ekan. Uning yonida ustiga sariq mata yopilgan savat turardi. Otasi ularni ko'rgach, "Olib ketishingiz uchun oshpazga yangi kulcha pishirtirdim", dedi. "Halimaning kulchalari lazzatliroq edi", dedi Hayo do'ng'illab. Otasi tabassum qildi. "Kulchalarini xushmuomalalik bilan tarqatish esingdan chiqmasin." Hayo otasining gapini eshitmaganlikka oldi. "Ketdik, Halima. Tezroq shu ishdan qutula qolaylik." Halima savatni olish uchun o'sha tomonga yurdi. Lekin xojasi uni to'xtatib qoldi. "Savatni Hayoning o'zi ko'taradi." Hayo qovog'ini o'yib savatga yaqinlashdi. So'ngra tutquchidan ushlab ko'tardi. Tabassum qilib turgan otasining qarshisida turib, "Ketdik, Halima. Tezroq chiqa qolaylik", deb zarda qildi. Halima qasr eshigiga yugurib bordi va kichik xonim chiqish uchun eshikni ochdi. Hayo qo'lida savat bilan tashqariga chiqdi. Otasi esa ularni jilmaygancha kuzatib turardi. Hayo tosh favvoralar, turli o'simliklar va anvoyi gullar bilan to'lib toshgan bog' bo'ylab qasrning tashqi darvozasi tomon yura boshladi. U darvoza sari yurib borarkan, yonida ketayotgan Halimaga "Shunday chiroyli bog'imiz borligiga sira e'tibor bermagan ekanman", dedi. "Avvalgi uyimizning bog'i bundan ham chiroyli edi. Oldingi bog'imizda e'tibor bermagan ekanman. Uyga qop-qora oynali mashinada kirib chiqqanimni bilardim xolos", dedi bog'ni tomosha qilib ketayotgan Hayo. "Go'zallik bizni atrofimizda, har makonda mavjud. Uni ko'rish-ko'rmaslik o'zimizga havola", dedi Halima tabassum qilib. Hayo harsillagancha savatni tutquchini yanada mahkamroq ushlab, uni biroz tepaga ko'tardi. Halima xavotirlandi. "Toliqdingizmi, xonim? Darvozadan chiqib, xo'jayinning nazaridan uzoqlashib olaylik, savatni o'zim ko'taraman." "Yo'q, Halima. Men seni o'sha telbaning g'azabiga giriftor qilmayman." "Hayo xonim, otangiz haqida bunday gapirmang." To'g'riga qarab ketayotgan Hayo jilmayib, "Senga qilgan qo'pol muomalasiga qaramay, otamni doim himoya qilishingga hayron qolaman-da", dedi. "Otangiz menga ko'p yaxshilik qilgan. Ularni unutib bo'larmidi? Otam senga ko'zingning qorasi uchun emas, qilgan ishlaring yuzasidan yaxshilik qilgan bo'lsa kerak har holda." Halima Hayoning gapiga kuldi. "Xo'jayin farzandlarim tug'ilganidan boshlab to ta'lim olishni yakuniga yetkazgunlariga qadar yashash va o'qish pullarini o'z zimmasiga olgan. Maoshim bu xarajatlarni qoplashga yetadi deb o'ylamayman." Hayo qo'lidagi savatni dast ko'tarib, chetidan yanada mahkamroq ushladi. "Shunday bo'lsa ham sen otamdan qarzdor emassan. Farzand ne'mati bilan rizqlanganingizda kimdir qilishi mumkin bo'lgan eng katta yaxshilik dilbandlaringizga xotirjamlik hissini to'ydirish ekanini anglab yetasiz." Hayo yurishdan to'xtab Halimaga o'girildi. "Menga g'amxo'rlik qilish orqali otam uchun aynan shuni ta'minlayapsanmi axir?" Halima Hayoning peshonasiga nazar tashladi. "Birinchi marotaba sizda ter donalarini ko'rishim." Hayo savatni yerga qo'yib, qo'li bilan peshonasini artdi va qo'lidagi namlikni qaradi. "Ajoyib. Ana endi mahalla ahliga o'xshadim", dedi hasrat bilan. Halima kuldi. "Qizim, biroz terlashing aybi yo'q. Xususan bu yaxshi ko'rgan ishingni bajarganda ro'y bersa." Hayo savatni ko'tarib darvoza tomon yurishni davom ettirgan ko'yi, "Kim aytdi?
meni bu ishni yaxshi ko'rib qilyapti deb. Otam g'azabini sochishga bahona qoldirmaslik uchun qilyapman, dedi. Halima jilmaygancha sukut saqlab kichik xonimning ortidan ergashdi. Ikkovlon darvozaga yetib borganlarida soqchilardan biri Hayoni savat ko'targan holda kelayotganini ko'rib, uning oldiga shoshilib bordi. Uning ortidan ikki sherigi ham ergashdi. Kichik xonimning oldiga kelgan soqchi keskin ohangda Halimaga: "Nima uchun kichik xonimga yordam bermayapsan, Halima? Nega bunday og'ir savatni xonimning yolg'iz o'zi ko'tarishga yo'l qo'yding? Xo'jayin bundan xabar topsalar nima bo'ladi?" dedi. Soqchi kichik xonimdan savatni olmoqchi bo'lib qo'lini cho'zdi. Hayo savatni undan nari tutdi. "Xo'jayiningizning buyrug'i shunday. Halimani malomat qilma." Soqchi taajjublandi. "Lekin xonim," Hayo g'azab bilan baqirdi. "Gapni ko'paytirma, darvozani och." Soqchi sarosima bilan darvoza tomon shoshildi va "Buyrug'ingiz bosh ustiga. Buyrug'ingiz bosh ustiga" deb darvozani ochdi. Qasr darvozasi ochilgandan keyin Hayo tabassum bilan Halimaga qaradi. "Ketdik, Halima." Ikkovlon birgalikda soqchilarni tark etib darvozadan chiqishdi. So'ngra kechagi uyga, eshikni ularning yuziga qarsillatib yopilgan xonadonga yo'l olishdi. U yerga yetib borganlarida Hayo savatni eshik ostonasiga qo'ydi va peshonasidagi terini artib taqillatish uchun qo'lini cho'zdi. Lekin Halima uni to'xtatdi. "Bu xonadonga keyinroq kelsak ham bo'lar, xonim?" Hayo hayron bo'lib so'radi. "Nega? Balki boshqa uydan boshlaganimiz ma'quldir. Bu xonadon egasi qo'rs odamga o'xshaydi." "Xavotirlanma", dedi Hayo tabassum bilan eshikni taqillatib. Eshikni qo'lida dastro'mol tutgan bir ayol ochdi. Yuz-ko'zidan yig'lagani sezilib turardi. Chunki qaroqlari namlanib qizargan. Qovog'i shishgan edi. Ayolning ahvolini ko'rgan Hayo biroz xijolat tortdi. Qo'lini savatga cho'zib, pushti qog'ozga o'rilgan kulchani uzatgancha: "Marhamat, oling. Biz yangi qo'shningizmiz. Arzimas tuhfamizni qabul qilasiz degan umiddaman", deyishdan boshqa narsa xayoliga kelmadi. Ayol bir qo'li bilan kulchani oldi. Narigi qo'lidagi dastro'mol bilan yonoqlariga oqqan yoshni artib, "Rahmat", deb eshikni asta berkitdi. "Ketdik, xonim. Boshqa xonadonga boramiz." Eshikka hayron bo'lib turgan Hayo hayron bo'lib so'radi: "U nega yig'layotgan edi?"